Menga o'zimni sevishni o'rgating. Qabulimga kelgan juda ko'p ayollar o'zini sevishi bilmasligini aytadilar. Bugun men sizga o'zini sevish amaliyotining 7 ta qadamini ko'rsataman. Buni siz har kun bajarishga harakat qiling. Birinchi qadam: men yetarli emasman degan tanqidchini ovozini o'chiring. Uni o'rniga men o'zimni tanladim deb ayting. Ikkinchi qadam: tanangizni boricha qabul qiling. Har kuni hech bo'lmaganda 5 daqiqa tanangiz bilan suhbat qiling. Uchinchi qadam: kichkina bo'lsa ham o'zingizga sovg'a qilishni odat qiling. Bu bo'lishi mumkin. Bir chashka qahva, yoqimli musiqa. Siz bunga loyiqsiz, unutmang. To'rtinchi qadam: yo'q deyishni o'rganing. Hamma sizdan rozi bo'lishi shart emas. Avval o'zingizni rozi qiling. Beshinchi qadam: solishtirishni to'xtating. Instagram soxta hayot, siz esa haqiqiysiz. Oltinchi qadam: o'zingizni har kuni maqtang. Yettinchi qadam: o'zingiz bilan do'st bo'ling. Har qanday qiyin holatda men o'zim bilanman deb ayta oling. Bu 7 qadamni har kuni bajarishda davom etsangiz, o'zingizda sezilarli o'zgarishni kuzatasiz. Unutmang, agar siz o'zingizni seva olsangiz, butun olam sizga oshiq bo'ladi.